Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xo'p, yana bir mijozimizning buyurtmalari ham o'rnatib topshirildi. Bu eshiklarimiz materialiga keladigan bo'lsa, ichki qismi Suxoy MDF dan bo'lgan. Fasodlari polniy kraska ishlab chiqamiz. MDF krashning eshiklarimiz. Bu xonadonga jami bo'lib 6 ta eshik o'rnatib berdik. 4 ta shunaqa katta eshik. Bu joyda ikkita tomonlama sanuzilgan. Hammomga ham qo'yib foydalanish mumkin bunaqa eshiklardan. Suv shemmaydi. Hop, ochilib yopilishlarga ahamiyat beringlar. Juda bir chiroyli o'rab chiqdi. Barcha aksessuarlari o'ta originalidan qo'yib berdik. Egalarining talablariga binoan. Ruchkalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Ishimizga bitta baho berib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar.